15 mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuni. Mazkur sana jahoniy 130 dan ziyod davlatda 1983-yildan beri har yili keng nishonlanadi. Xususan yurtimizda ham ushbu sana bilan bog'liq turli tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Farg'ona viloyati hududiy boshqarmasi va O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi hududiy birlashmasi mutaxassislar hamkorligida turli madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil qilish an'anaga aylangan. Savodxonligini oshirish maqsadida Farg'ona shahridagi Markaziy Osiyo tibbiyot universiteti talabalari ishtirokida yuksak iste'mol madaniyati jamiyat rivojini asosidir mavzusida uchrashuv bo'lib o'tdi. 2025-yilda federatsiya va hududiy organlar jumladan Farg'ona viloyatidagi bizning tizim tashkilotlarimizga kelib tushgan murojaatlarni oladigan bo'lsak, 1000 ga yaqin murojaatlar kelib tushgan. Bularni to'liq o'z muddatlarida o'rganib chiqilishi natijasida 2 milliard so'mga yaqin, ya'ni 1 milliard 911 million so'mdan ortiq summalar iste'molchilar foydasiga hal qilingan. Endi mana shu murojaatlarni ko'taradigan bo'lsak, bularda ichida eng ko'p kelib tushgan soha bu savdo sohasidagi muammolar, e'tirozlar, kamchiliklar bo'yicha. Biz mana o'tgan yili 24 ta kiritilgan da'vo arizalarimiz ko'rib chiqildi sudlarda va 433 million so'mdan ortiq moddiy va ma'naviy zararlar undirib berdik. Uchrashuvda mutaxassislar tomonidan iste'molchilarning asosiy huquqlari haqida keng ma'lumotlar berildi. Kommunal to'lovlar bo'yicha agar qanaqadir muammolarga iste'molchilarimiz duch kelsa, ya'ni tabiiy gaz yoki elektr ta'minoti, suv ta'minoti masalasi bo'yicha bir muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizni raqobatni rivojlantirish qo'mitamizni qisqa raqami bor 1159. Shu raqamga murojaat qilishlari mumkin. Yoshlar o'rtasida huquqiy bilimdonlikni kuchaytirish, ularning iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasidagi faolliklarni yanada oshirish maqsadida bunday uchrashuv Latviya axborot tizimlari menejmenti oliy maktabi Farg'ona filiali talabalari ishtirokida tashkil etildi. Unda iste'molchining majburiyati tushunchasi, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish vakolatiga ega davlat va nodavlat tashkilotlari hamda ijtimoiy sheriklik va hamkorlik aloqalari, ularga murojaat qilish yo'l-yo'riqlari aytib o'tildi. Iste'molchi kim? Iste'molchilarda qanday huquqlari bor? Iste'molchilar huquqlarini qaysi paytlarda ishlata oladilar? Qanday muammolar yuzaga kelganda kimga murojaat qilish kerak? Shu masalalar bo'yicha juda ham keng fikrlarga ega bo'ldik. Eng muhimi bu huquqlarimizni hamma joyda himoya qilishimiz kerak ekan. Sifatsiz narsani oldikmi, qaytarib berishimiz kerak. Yoki bir muammoga duch keldikmi, bizni himoya qiladigan tashkilot borligini bilishimiz kerak ekan. Bizning huquqlarimiz har doim qonun himoyasidaligini tushunib yetdik. Shuningdek, yurtimizda iste'molchilar huquq va manfaatlari himoyasiga qaratilgan qonunchilik yangiliklari va sohaga oid boshqa masalalar bo'yicha tushunchalar berildi. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabalari ishtirokida yuksak iste'mol madaniyati jamiyat rivojining asosidir mavzusidagi seminar federatsiyaning Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi hamda raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish viloyat hududiy boshqarmasi hamkorligida tashkillandi. Seminarda ishtirokchilar iste'molchilik ijtimoiy harakatning kelib chiqish tarixi, dunyo hamjamiyat tomonidan e'tirof etilishi, mamlakatimizda qonunchilik asoslarini yaratilishi, iste'molchilarning asosiy huquq va majburiyatlari tushunchalari va sohaga oid boshqa masalalarda ham ma'lumotlarga ega bo'ldi. Ularni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan javoblar berildi. Qayd etilganidek, bugungi kunga qadar hududiy birlashma va uning tizimiga kiruvchi tuman, shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlariga jami 913 ta murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlarni o'rganish natijalari bilan iste'molchilar foydasiga jami 1 milliard 911 million 279 ming 860 so'm mablag'lar hal qilingan bo'lib, shuning 433 million 804 ming 379 so'mi sud idoralariga kiritilgan. 24 ta da'vo arizalarini ko'rib chiqilishi natijalari bilan iste'molchilar foydasiga undirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni tashkil qiladi. O'zaro muloqotlarda talabalarga iste'molchilarning murojaatlarini ko'rib chiqib, tartib va tamoyillari tushuntirildi. Federatsiya tizimida iste'molchilar murojaatlar bilan samarali ishlashni tashkil etish maqsadida yaratilgan sharoitlar haqida ham ma'lumotlar berildi.